Hammaga salom. Hozirgi vaqtda hamma iPhone sotib olib, faqatgina qo'ng'iroq yoki Instagram uchun ishlatishi bu xatodir. Shuning uchun biz sizga bugungi rolikimizda iPhone ning eng yaxshi va eng zo'r funksiyalarini sizga ko'rsatib, ular haqida ma'lumot beramiz. Keling birinchi bo'lib AirDropdan boshlaymiz. iPhone ishlatadiganlar AirDrop nimaligini bilishadi-ku, lekin undan to'liq foydalanishmaydi. Chunki bizda Telegram bor. Telegram orqali rasmlarni yoki videolarni siz joylashingiz mumkin, lekin u sizni juda ham uzoq kuttiradi. AirDrop orqali esa siz gigabaytli fayllarni bemalol iPhone'ingizga yoki Mac'ingizga bir soniyada emas-ku, lekin tezroq o'tkazishingiz mumkin bo'ladi. Bu juda ham oson. Bir tugmani bosasiz va bir necha soniya kutsangiz bo'ldi. Hamma ma'lumotlaringiz internetsiz bemalol o'tadi. Apple ekotizimining eng dahshatli joyi bu hamma nusxalarning bitta joyga yig'iladigan bufer hisoblanadi. U qanday ishlaydi deb savol beradigan bo'lsangiz, bu juda ham oson. iPhone'ingiz, MacBook'ingiz yoki iPad'ingiz bitta iCloud'da bo'lsa bo'ldi, yetarli. iPhone'ingizdan kopiruy so'zini bosasiz va o'zingiz xohlagan nusxani bemalol MacBook'ga yoki iPad'ga o'tkazishingiz mumkin. iPad yoki MacBook'da vставить so'zini bosasiz va bo'ldi. Hammasi bir soniyada o'tadi. Ko'chadagi yozuv, kimningdir vizitkasi yoki qandaydir matnni telefonga tezgina kirishi kerakmi? Kamerani ochasiz va u yerda bitta knopka paydo bo'ladi. Uni bossangiz har bir ma'lumotlar sizga nusxa sifatida ko'rinadi. U nusxani bemalol ko'chirib Telegram yoki galereya orqali kim bilandir ulashishingiz mumkin bo'ladi va o'zingizga saqlab qo'ysangiz ham bo'ladi. Telefoningiz orqasidagi logotip shunchaki chiroy uchun deb o'ylasangiz, siz adashasiz. Nastroykada orqa panelni bosish funksiyasini yoqib qo'ysangiz, siz orqa panelni 2 marta nozik teksangiz, siz xohlagan funksiyalarni yoqib qo'yishingiz mumkin. Menda misol uchun screenshot qilish va albatta fonarikni yoqish turadi. Eng zo'r xavfsizlik tizimi esa bu lokatordir. Uni hamma faqatgina telefon yo'qolganda kerak bo'ladi deb o'ylashadi, lekin bu aslo unday emas. Yaqinlaringiz bilan lokatsiya ulashishingiz yoki mashinangiz uchun AirTag sotib olib, AirTagni qo'shib qo'ysangiz ham bo'ladi va uni qayerdaligini bemalol bilib turasiz. Va buning eng dahshatli joyi shundaki, iPhone'ingiz o'chib qolsa ham boshqa iPhone'lardan u sech qidirib, sizni iPhone'ingiz qayerda turganini bemalol ko'rsatib turadi. Siz bu funksiyalarni qaysilarini har kuni ishlatib borasiz va qaysi biz aytmagan funksiyalarni siz o'zingiz bilasiz? Kommentariyada bu ma'lumotlarni yozib qoldiring va keyingi videolarimiz balkim shu haqida bo'lar. MacBro'da ko'rishguncha xayr.